أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد aziz o'quvchi, bugun inshaalloh siz bilan birgalikda Muallim Thani kitobimizni iqlab qoidasiga yetib kelgandik. Iqlab qalb qilish, almashtirish. Qalb qoidasi ham deyiladi. Bu nima degani? Bu sukunlik mim yoki tanvin, sukunlik mim yoki tanvindan keyin ba harfi kelsa, shu nun yoki tanvinimiz mimga qalb bo'lib ketadi, almashib ketadi. Ya'ni mim bo'lib mimga almashib ketadi. Shuning uchun ham min ba'di bo'lsa qanday o'qilinadi? Mim ba'di bo'ladi. Mim ba'di, qarang, nun qani? Nun mimga almashib ketdi. Buni ismini qalb, iqlab deyiladi. Bu ushlab turiladi. Mim ba'd. Xuddi shu tarzda o'qilinadi. O'zi bunday yozilgani bilan mana bu tarzda o'qilinadi. Mim ba'd. Sami'un basir. Sami'un mana tanvin, undan keyin ba harfi kelyapti. Nima bo'ladi? Mana bu tanvinimiz mimga almashib ketadi. Sami'un basir. Aynan mana bu tartibda o'qilinadi. Sami'un basir. Endi bu mimga almashib ketgandan keyin nima bo'ladi? Bu yerda ixfo ham bor, yashirilish. Ushlab turamiz. Sami'un basir deb o'qiymiz. Qur'oni Karimda juda ham ko'p keladi. Bularni yaxshi bilib olishingiz kerak. Keyingi qoidalarimiz nima debdi? Ushbu so'zlar qo'shib o'qilganda, mana bu bir-biriga ikkita kalima bir-biriga qo'shib o'qilganda o'rtasida bir vav orttirib o'qilinadi. Abdulloh, bu yerda xuddi vav bordek o'qilinadi. Du. Aslida mana bu domma o'zi kifoya qiladi. Abdul birdan lamga bog'lab o'qiymiz. Abdulloh. Abdullohi. Shu shaklda o'qilinadi deyapti. Abdullohi. Ubaydullohi. O'qilishi kayfiyati Ubaydulloh. Du deganda lafz bir-biriga cho'chchaysin, xuddi vav bordek. Ubaydullohi mana. Ubaydullohi. Fadlullohi. Dotda qalqala qilib qo'ymang. Fadlullohi deb yo'q. Fadlullohi. Faydullahi. Faydullahi. Khayrullahi. Khayrullahi. Nasrullahi. Nasrullahi. Rahmatullahi. Rahmatullahi. Zinatullahi. Bu yerda Alloh lafzi jalalasi qoida. Oldi dommalik yoki fathalik kelsa yo'g'on o'qilinadi. Faqat kasralik kelsa ingichka o'qilinadi. Zinatullohi. Agar fatha bo'lsa, zinatallohi fatha bo'lsa, bunda ham Alloh yo'g'on o'qilinadi. Agar kasra bo'lsa-chi, zinatillahi bo'lib ingichka o'qilinadi. Demak, bu yerda zinatullohi, ni'matullohi, ni'matullohi, izzatullahi, izzatullahi, lutfullahi, lutfullahi. To'da qalqala qiling, tebrating. Inayatullahi, inayatullahi, hidayatullahi, hidayatullahi, atiyatullahi,
atiyatullohi. Aynan xuddi shunday o'qib ustozingizga topshirishingiz kerak bo'ladi. Fasubhanakallohumma bihamdik va nashhadu an la ilaha illa anta nastag'firuka va natubu ilayk. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.